Aziz kuzatuvchilar, bugungi patsientimiz 2002-yil tug'ilgan Termiz shahridan erkak kishi, o'g'il bola. Hozir ichki gemoroylardan qon ketish va surunkali anal og'riq sindromi bilan bizga keldi. Biz operatsiyaga tayyorladik va hozir lazerli operatsiyamizni boshlaymiz. Lazerli operatsiyamiz tugatgandan keyin sizlarga natijamizni ko'rsatamiz. Qadrli do'stlar, biz mana bir patsientimizni operatsiyadan keyin, lazerli operatsiyamizdan keyin holatini sizga ko'rsatmoqchimiz. Operatsiyadan keyin mana bemorimiz bemalol o'zi yurib, hozir perevязкani qilib bo'ldik va hech qanaqa bir muammo yo'q, og'riqlar yo'q, hech narsa bezovtachilik yo'q. Hozir o'zidan so'raymiz. Uka, qanday bo'ldi operatsiya? Sizga yoqdimi? Menga yoqdi, og'riqlari yo'q. Nima hech narsa bilinmadi. Shu lazerli operatsiya ma'qul ekanmi sizga? Menga ma'qul. Qolganlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Hozir hech narsa bezovta qilmayapti. Yo'q, hozir hech narsa bezovta qilayotgani yo'q. Aziz do'stlar, agar gemoroydan yoki boshqa proktologik muammolardan bezovta bo'lsangiz, shuningdek oyoqlardagi varikoz kasalligidan bezovta bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizni eng zamonaviy lazer usulida operatsiya qilib tuzatib beramiz.